Yurtimizda kitobxonlikni keng targ'ib qilish, o'quvchilar salmog'ini oshirish maqsadida ko'plab islohotlar amalda qo'llanmoqda. Jumladan, joriy yilning 21-27 aprel kunlari O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostidagi kitobxonlik haftasiga start berildi. Paxtachi tumanidagi jarayonlar bugun tuman markazidagi axborot kutubxonasida boshlandi. 5-Respublika kitobxonlik haftaligi Paxtachida axborot kutubxona markazi, Paxtachi gazetasi Muhim 24uz sayti hamkorligida start olib, dastlab tumanimizdan yetishib chiqqan shoir Olmasbek Samarqandiy bilan ijodkor o'quvchilar o'rtasida ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda mehmon sifatida Olmasbek Samarqandiy, Adolat G'oipovalar ishtirok etishdi. Ijodkor o'quvchilar va yozuvchilar ishtirokidagi tadbirda o'zaro fikr almashinib, yosh ijodkorlarga yo'l yo'riqlar ko'rsatildi. 5-Respublika kitobxonlar haftaligi yurtimizda start oldi. Mana bugun Paxtachi tuman axborot kutubxona markazida ham kitobxonlar haftaligining ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra 771 milliondan ortiq odam o'qiy olmaydi va 100 millionga yaqin bola maktabga bormaydi. Azaliy qadriyatlarimizni saqlab qolish va avlodlarga bezavol yetkazish, xalqimiz ongi tafakkurini rivojlantirish, kitobxonlik madaniyatini oshirish, kitob o'qish madaniyatini oshirish biz kitobxonlarning oldimizga qo'ygan vazifamizdir. Mana shu maqsadda kitobxonlar haftaligi boshlandi. Kutubxonamizda ham turli tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar, kitob taqdimotlari davom etadi. Hafta davomida tumanimiz aholisini kutubxonamizga tashrif buyurishlaringizni so'raymiz. Kitob bilasizmi, insonga qanot bag'ishlaydi. Kitob beminnat do'st. Kitob bilan o'tkazgan har bir daqiqalaringiz hayotingizning eng yorqin lahzalariga aylanib qolishini tilakdosh bo'lib qolaman. Shuningdek, tadbir davomida tumanimizning yana bir shoiri, tarixchi olim Ismat Sanayev bilan kitob taqdimoti tashkil etildi. Sanayevning Topishmoq zo'r topishmoq kitob taqdimoti maktab o'quvchilarining she'riy chiqishlari va raqslari bilan davom etdi. Tadbir jarayonida 1 va 4-maktab o'quvchilari ishtirokidagi sahna chiqishlari, she'rlar va raqslar mehmonlarga havola etildi. Yosh ijodkorlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Mana shu kitobxonlik, kitobga munosabat masalalari bo'yicha hozirgi vaqtda mana shu Paxtachi tumanidagi maktablarda va kutubxonalarda tadbirlar o'tayaptiki, bu ko'pchilikga manzur bo'lmoqda. Ayniqsa mana jadid adabiyotining buyuklaridan hisoblangan Behbudiy haqida hamda mana shu jadid adabiyotining ko'zga ko'ringan yana bitta vakillaridan bo'lgan Bahrombek Davlatshoh o'g'li tarjimon hayoti va ijodiy faoliyati yuzasidan biz mana ko'p maktablarda aholi bilan birga shu qishloqlarda uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Ana shu uchrashuvlarda mana shu kitobga munosabat, yoshlarni mehr muhabbatini yanada kuchaytirish masalalari bo'yicha fikrlashib, yaratilayotgan keng imkoniyatlardan foydalanib, yoshlarni o'z ustida ko'proq ishlab yaxshi o'qishlari uchun sharoit yaratilganligidan foydalanib, muvaffaqiyatlarga yanada erishish uchun ko'p tadbirlar o'tayaptiki, bular albatta yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Aziz kuzatuvchilar va tumandoshlar, siz ham kitobxonlik haftaligida faol ishtirok eting.